Mana shu Gagarin Avenue ko'chasi. Mana shuni zdaniyani to'g'risida mana shu ko'chaga kirganda 11-poliklinikani oldiga bitta 3 xonali xonamiz srochniy sotuvga chiqqan, hozir ichkaridan ham obzor qilamiz. Zolotoy etaj, 3-etajda joylashgan Gagarin Arenter va gap bo'lishi mumkin emas. Mana shu rayonni qanaqadir mehri borda, mana shu uylariga kirsam ham fayzi bo'ladi-da. 3 xonalik mana shu kattagina zali bo'ladi. Juda ham remontni va fashion qilgan akamiz, gap bo'lishi mumkin emas. Tashqari taraf eshik kiraverish, yevromontaj qilingan, chap qo'limizda garderob shkofi bor. Bitta zaldan boshladik. Kattalar uchun yotoqxona. Mana remontga o'zlaringiz baho berasizlar. Juda ham chiroyli, o'ta go'zal. Televizor, termozona, ikkita batareya turibdi. Oynasi bor. Mana shu shkofni o'sha dahshat qilgan. Bolalarimiz uchun yotoqxona, ikkita mana shunaqangi divanchasi bor. Parda, terezasi bor. Mana shu devorning ichiga mana shu garderob shkofni mana shu zo'r joylashtirilgan, unumli foydalanilgan. Ana endi ayollarimiz yomon ko'radigan kuxni. Chunki har kun pishir qiladi, bu yerga yomon ko'rishadi. O'tirib yeydigan joyi bor. Hamma bitovoy texnika hammasi bor. Sharoit zo'r, sensorli vitishka bor, oynasi ham bor. Du konturni katta 60 ga 120 lik Xitoy kafel sifati juda zo'ridan ishlatilgan. Mana shu yerga devorning orasiga mana shuni unumli zo'r foydalanilgan joylardan proyektasi zo'r ekan. Bu esa o'sha sanuzel ham bitta spanaga o'xshab juda ham katta ekan. Vanna, termosi bor, oynasi, shkofchasi bor, unitazi bor. Tahorat qiladigan 60 ga 120 lik mana shunaqangi dizaynga qilgan, mana shu dahshat.